Daryo o'z ishida davom etadi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Navoiy viloyatiga tashrif Qiziltepa tumanidagi Vang'ozi agrofermer xo'jaligi shiyponida bo'lib, viloyatda qishloq xo'jaligida amalga oshiriladigan istiqbolli loyihalar bilan tanishdi. O'zaning yozishicha, Prezident bu yerda 1000 bosh qoramol va 1000 bosh echki boqishga mo'ljallangan chorvachilik kompleksi hamda sutni qayta ishlash zavodi tashkil etish loyihasini ham ko'zdan kechirdi. Loyiha qiymati 18 milliard so'm bo'lgan ushbu majmua uchun 510 gektar yer maydoni ajratilishi rejalashtirilgan. Ushbu majmuada yiliga 3650 tonna sut va 150 tonna go'sht yetishtirish, 6000 tonna sutni qayta ishlash ko'zda tutilmoqda. 200 ish o'rni yaratiladi. Kompleks 2018-yilda to'liq ishga tushiriladi. Joriy yilda Xalq banki tomonidan Navoiy viloyatining Navbahor, Qiziltepa, Nurota tumanlarida qoramol va nasldor echki parvarishlashga mo'ljallangan yana 5 loyiha amalga oshiriladi. Natijada viloyatda sut yetishtirish yiliga 7700 tonna, go'sht yetishtirish 480 tonnaga ortadi. Qo'shimcha 173 ish o'rni tashkil etiladi. Tomorqalardan samarali foydalanish bo'yicha aholi bilan suhbatlar o'tkazish kerak. Xonadonlarda 100 boshdan parranda boqishni yo'lga qo'yish, issiqxonalarda limon, unabi ekib daromad olishni odamlarga singdirish lozim. Aholining o'z tomorqasidan foydalanib daromad topishga ishtiyoqi kuchaysa, ularning farovonligi ortadi. Xalq boy bo'lsa, davlat ham boy bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Prezidenti. Yangiliklar daryosidan chetda qolmang.